Aziz qamlar, bu qaysi bir tashvishli masala emas edi. Men vasifat bir mehmon taqriban 93 roz yo 94 roz amniyat milliga joyim rohat, hisobim ma'lum, qaysi bir zajr, ishkanja, taklif, qaysi gap bema'no Xudoyning xosti menga aytilgan bo'lsa, bu gap menga bo'lgani yo'qdir. Baxotirki bir so'y tafahum bo'ldi, tosh ro'shanlik bo'lsin deb men o'zim bir tilfinga mazori sharifga mahkamaga o'zimni hozir qildim. Boyat ham, oyanda ham o'zim, afrodlarim, qamlarim va musulmonlar har nav mushkul agar mahkamani tarafidan chi ittihomat, chi mujrim boyat o'zimizni mahkamaga hozir qilsay, agar muttaham bo'lsay, baraat olsay, agar mujrim bo'lsay, jazo ko'rsay, bu bizlarning shahid bo'lib ketgan umaro va afrodlarimizni va ulamolarimizni orzusidir. Va ham bunda bir tabliğat bo'ladiki, mahtumolim o'zbek edi, o'zbeklik uchun bandi bo'ldi, yo o'zbeklik uchun Kobulga intiqol berildi. Yo nizom islomiga, imorati islomiga, amirul mu'minindan to payradorigacha meni ma'rifat kofim bor. Qaysi bir taassufot qavmi yo'q, qaysi bir Xudoyning taassufot qabilai yo'q. Agar taassufot qavmi, agar qabilai bo'lsa, nizom islomi aslan qoim bo'lmaydi. Aslan nizomi kubri shikast demedi. Xotima ishg'ol o'rtaga kelmaydi. Alhamdulillah avvaldan ta oxirgacha bir nizomi pok, mardumlari musulmon, mutadayyin, sodiq, musulmonlarga vafodor, nizom islomiga vafodor mardumlarki, binoan bizlar ham 20 yil guzashtaga shularning ham boshlariga to'xtab jihad qilib, avlodlarimizni